Leksiyalarımızı başlayımız, hürmetli vatandaş. Bugünkü islağa 2021 yıl, 1. ayının 2. günü. Yukarı leksiyanın devamı vatandaşım. Amerika'nın şu uğraşları, iki devletinin menfaati eğer ziyan sebepli kalmasdan dünyaya ait zor ziyan zahmet elip geldi. Bu işlerin kişiler tarafından keçirenler karşı elinmeydi. Bu iş kişiler tarafından karşı elinmeydi. Çok o mağlubiyet gelip barattı. Her bir cümlesine dikkat kılan vatandaş. Hazır Amerika-Cungo münasebeti yani halkılık payet durmadı cuma vatandaşım. Amerika'da yeni sayılanan prezident vazifeye oturuş aldı da turuptu. Wang Yi mundaq görsetti. Amerika-Cungo münasebeti yeni bir açı yolu itip geldi. Ve yeni bir ümitinin derecesi açıldı. Amerika'da yeni bir hükümetinin akılga muvafık kayıtı söhbet kurup, iki devlet münasebetini doğru yolga elip çıkışını, hemkarlışını kayıtı kozguşunu ümit kılmaz. Cungo'nun Amerika kartıp, Cungo'nun Taşkı İşler Ministeri Wang Yi'nin Amerika kartıp sözlevatkan sözleri. Cungo taraftan aytkanda Wang Yi mundaq görsetti. Amerika qaratkan siyasetimizin daimilikini, muqamlıqını saqlap qalamiz. Amerika taraf bilan maslashib, hamkorlashib, muqamlıqni asas qilgan Amerika-Cungo münasebetini taraqqiy qildirishni xohlaymiz. Cungo Amerika'nın ichki ishlariga asla aralashmaydi. Amerika bilan tinchlikda birga turishni, hamkorlashib, o'rtaq g'alaba qilishni xohlaydi. Amerikaga nisbatan Cungo'ning masalasidan aytganda, Amerika taraf Cungo xalqi tanlab olgan ijtimoiy tuzum va taraqqiyot yo'lini hurmat qilishi lozim. Cungo xalqining texmi güzel turmuşga izlenadigan normal huquqini hurmat qilish lozim. Uyg'urlarcha Wang Yi apandi Uyg'urlarga davomli hukmronlik qilish niyatiniz bormi yo'qmi? Cungo xalqi baxtli turmuşga izlenadigan Uyg'urlarcha, Uyg'ur millaticha Wang Yi apandi. Yoki Uyg'urlarning mustaqilligini berib etamsiz. Sizmi aç yo'li kelib qoldingiz Wang Yi apandi? Kelgisi Amerika-Cungo münasebeti kelsek, Minister Wang Yi ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Kelgusidagi dunyoda Cungo'ni Amerikaga aylantirmaslik kerak va aylantirg'ili bo'lmaydi. Balki Amerika o'zini texmi yaxshi Amerikaga aylantirishi lozim. Cungo texmi yaxshi Cungoga aylanishi lozim. Agar Amerika tajriba saboqlarni vaqtida qabul qiladigan bo'lsa, Cungo bilan birlikda olg'a qarab ilgirlaydiganlar bo'lsa, Amerika Cungo butunlay degidek ixtiloflarni suhbatlashish orqali hal qila oladi. Hamkorlashish orqali o'rtaq manfaat doirasini kengaytira oladi. Hem iki devlet menfaatlarına faydalı, hem dünya halkına baxt yarata alaydigan çoğ devletler münasebeti şeklini yarata alaydı. Tarixne yeni taraqqiyot yüzleniş manzarasını yarata alaydı. Bu nasihat karakterlik Amerika qartılgan yoki nasihat karakterlik yoki yetaklash karakterlik yoki umidvorlikni asos qilgan siyosiy arzu olurli. Gavdlandirgan Cungo Tashqi ishlar ministerligi Wang Yi'ning Amerikadan kutgan talablari va umidlari ekan vatandosh. Endilikda Cungo Yevropa munosabati. Yevropa Cungo munosabati to'xtalganda minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Cungo Yevropa munosabati xalqaro biron chapqon o'zgarishini boshdan kechirdi. Umuman aytganda hamkorligimiz yetakchi o'rinda turib keldi. O'rtaq foyda elishdak melodiyalik asosi muqomni saqlab keldik.
vaqt bilan tang ilgirlashdagi hayotlik kuchini namoyon qildik. Minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. İki taraf jo'g'lagan eng muhim tajribalar shu bo'ldiki, tinchlikda birga turish, hamkorlashish, ishni echib etish, ko'p taraflik bo'lishda ching turish, maslahatlashish, suhbatlashishda ching turish. Oxirida erishgan eng muhim xulosa shu bo'ldiki, Jungo Yevropa hamkorligi raqobatdan ustun turdi. O'rtaq tonish, muxolifatdan va ixtilofdan ustun turdi. Ikki taraf umumyuzlik strategik hamkorlik munosabatida turibmiz. Tuzum xarakterlik raqobatchilik emas. Minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi, yoki mundaq hisobladi. İki taraf o'ziga olgan eng muhim burchimiz shuki, yer shari xarakterli xristianlarga hamkorlashib, qarshi turish. Dunyoni ko'p qutblashtirishni faol ilgari surish. Iqtisodni yer sharilashtirish. Xalqaro munosabatlarni demokratiyalashtirish. Təvirniyotqan və özgürüyotqan dünyaga texmi köp belgilash xarakterlik muqimlik berish. 2020-yilda Minister Wang Yi aslab o'tgandan keyin Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Jungo tunji bo'lib Yevropaning eng cho'ng savdo sherigi bo'lib qoldi. Tungilarda imzo qo'ydi-ku, shuning asoslanib savdo sherigi bo'lib qoldi. İki taraf geopolitika, belgilik, ölgülük kelişim imzaladı. İki taraf Avrupa, Jungo, grup boyu siyasetke hizmet kılmayımız. İki taraf Avrupa yoki Jungo, grup boyu siyasetke hizmet kılmayımız. O'xshash bo'lmagan tuzumlar farqidan alqib ketishimiz kerak. Demak, Avrupa qo'ygan umidi yer sharilashish, köp kutuplaşış, köp mənbəlik buluş. Bu Wang Yi'nin fikri ki vatandaş. Yönkilik şey. Yani tüvenli müşünü analiz kılımız sizden bile vatandaşım.